Assalomu alaykum Trend Mebel kuzatuvchilari. Oltinko'l tumaniga, Andijon viloyatiga Malibu Spanny garnitur seriy fasonini yetkazib o'rnatib berdik. Mana komplektimizni, shkafimizni ko'rishingiz mumkin. Mana chap tarafda bo'limi. Chap tarafimiz ayollar uchun alohida bo'lgan. Tepa tarafida mana kichik hujjatlarga seyfi, kiyim ilgichi va yonida kichik portkasi mavjud. Yon tarafida ayollarimizga ro'mollar qo'ygani joyi bor. Mana o'rta qismini ochib ko'rsatamiz. Mana shkafimiz o'rtasida ikkita bo'limli polkasi, pastki qismida bitta katta bo'limli tortmasi va shimlar uchun alohida tushulkasi mavjud. Shkafimizni mana o'ng tarafini ko'rsatamiz. Shkafning o'ng tarafida tepa qismida erkaklar uchun alohida bo'lgan kiyim ilgichli joyi va mana oyoq kiyimlar uchun polkalar mavjud. Shkafimizning tepa qismi chol yonadigan svetinli plafonlar mavjud. Pastki qismida esa 3 xil tortmalari bor. Uyimiz torligi sabab burchagiga o'rnatib berdik. Shkafimiz razmeriga keladigan. Shkafimiz razmeri 2.40 metr joyga tushadi. Razmeri o'zi shkafning 2.40, bo'yi 2.20 joyga tushadi. Shkafning chuqurligi 60 sm. Trimoyimizga o'tadigan bo'lsak, trimoyimiz mana ikki yon qismida eshiklari, vakuumli eshiklari va o'rta qismida ayollarimiz uchun maxsus tayyorlangan ayollar uchun tortmamiz mavjud. Bu yopilganda mana bilinmay qolgan holatda turadi. Trimoyimizni ham tepasi qismida svetinli plafonlari mavjud. Trimoyimiz razmeri eni 1.5 metr, bo'yi 2.5 razmerga tushadi. Tumbalariga ko'rsatadigan bo'lsak, bu shu Spanny'da ikki yonida turadigan tumbalari bo'ladi. Hozir bu yerga joyimiz kichkina bo'lgani sababli tumba bu yerga tushmadi. Trimoy yoniga joylab qo'ydik. Tumbamiz razmeri 50 sm, bo'yi 75. Ikkita tortmasi mavjud. Endi o'sha mashhur Spanny'gimiz bo'lsak, Malibu Spanny. Ko'jalari zaminatel koja. Bu lekin Oltinko'lda masalan zakaz qilganlik sabab buni material holatda yetkazib berdik. Ugalovlarni materialdan qilib joylab berdik. Xohlagan materiallar turiga qarab, rangiga qarab o'zgartirib, razmerlarini katta kichikligini o'zgartirib yetkazib beramiz. O'zbekiston. Buni razmerlari eni 1.90 ga, uzunligi 280 joyga tushadi. Matrasimizni eni 220 ga 1.70 standart matrasimizga bo'lib tushadi. Ikki tomonlamali ortopedskiy matras. Pastki qismida yarim sondig'i mavjud. Mana pastki qismida katta bo'limli yarim sondig'i mavjud. Andijon viloyat Oltinko'l tumaniga yetkazib o'rnatib berdik. Malibu Spanny garniturida qolgan variantdagi rangli ishlari kanalimizda turib o'tib ko'rishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati shu narx ichida bo'ladi. Vodiy bo'ylab o'rnatib berish xizmati bepul. 10 million so'mga yetkazib o'rnatib, vodiy bo'ylab o'rnatib beramiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Kanalga obuna bo'ling. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'lasizlar.